Bugun sizlar bilan 1000 so'mlik tort haqida gaplashamiz. Ha, noto'g'ri eshitmadinglar. Nima uchun 1000 so'mligini videoni oxirida aytib o'taman. Klientim menga shunaqangi kichkinagina mini tortchaga zakaz berdilar. Sababini so'raganimda interesneyroq bo'lsin deb shunaqa judayam kichkina razmerdagi tortizdan zakaz bermoqchiman dedilar. Bu tortchamiz razmeri kichkinaligiga ham qaramasdan ichlariga morojniy krem hamda klubnichniy nachinkadan foydalanganman. Ustidagi pokritiyasiga keladigan bo'lsak, Perilla Food firmasining krem slivkisini, ya'ni Zizu kremidan ishlatgan. Videoni boshidagi gapga hayron qolgan bo'lishingiz mumkin. Nima uchun buni tortning narxi 1000 so'm deb? Chunki bu tortning idishchasini narxi 1000 so'm. Chunki qolgan masalliqlarni bizga konditerskiy magazin tekinga beradi-ku. Agarda siz konditor bo'lib meni kuzatadigan bo'lsangiz, sizga bir maslahatim. Perilla Food firmasidagi barcha krem slivkilaridan, razrixlitellaridan, emulgatorlaridan hamda biskitlarga qo'shiladigan avalekslardan ishlatsangiz, tortingiz juda ham zo'r bo'lib chiqadi. Klientimning menga ko'k tort aytganlari yodimdan ko'tarilgan ekan va birdaniga esimga kelib qolib, tortimning ustiga ko'k rang sepib, shunaqangi chiroyli holatga keltirdim va ko'rishingiz mumkin, Perilla Foodning mana shunaqangi krem slivkilardan, razrixlitellardan ishlatganman va Navoiyda mana shu magazindan men Perilla Foodning narsalarini xarid qilaman. Siz bu magazindan o'zingizga kerakli barcha konditerskiy narsalarni topsangiz bo'ladi. Endi esa bentochaga qaytadigan bo'lsak, uni atrofiga shunaqangi kichkina qilib lentочкаlardan babichkalar yasab olib, yopishtirib chiqdim va buni hozir sizlar bilan birgalikda chiroyli upakovka qilamiz. Upakovkasi ham shunaqangi нежный bo'ldi, ko'rsanglar, o'zimga qilgan ishim juda ham yoqdi. Bu tortni qilishga salgina qo'rqqan edim, chunki juda ham kichkina tort eplab bilamanmi, yo'qmi deb, lekin Allohga shukr, Allohim yuzimni yorug' qilib, bitada klientimni o'zlari xohlaganlaridek qilib yasab berdim. Yangi yil bayrami uchun ham zakazlar qabul qilishni boshlaganmiz. Agarda sizga ham shunaqangi asalcha bo'lgan tortchalardan kerak bo'ladigan bo'lsa, har xil turdagi pishiriqlardan kerak bo'ladigan bo'lsa, Kekbay ozoda siz uchun doim tayyor.